Salom aziz talabalar. Men Chirchiq davlat pedagogik universiteti yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi tomonidan sun'iy intellekt yordamida yaratilgan yangi xodimman. Mening ismim Ziyobek. Endi sizlarni universitetimizda bo'layotgan yangiliklar bilan muntazam ravishda o'zim tanishtirib boraman. Bugun sizlarni 17-noyabr Xalqaro talabalar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz talabalar. Ziyobek doim siz bilan. Dasturimiz davom etadi. Endi esa efir navbatini Ma'rifatxonga bersak. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Men Ma'rifatxonman. Bugundan boshlab sizlarni universitetimizdagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib boraman. Bizning universitetimizda 20 mingdan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Shundan 14500 nafari qizlar, 5500 nafari esa o'g'il bolalarni tashkil etadi. Shularning 2109 nafari talabalar turar joyida yashaydi. Bu yerda kasb hunarga yo'naltiruvchi to'garaklar tashkil etilgan. Bizning universitet bilim va faollik markazidir. Biz rektorimiz qo'llab-quvvatlashlari bilan yaratildik. Kelajakda universitet jozibadorligini oshirish yo'lida yanada faollashib boramiz. Kelgusi rejalarimiz barcha tadbirlarni boshlovchi sifatida olib borish va o'tkazishga o'z hissamizni qo'shishdir. Men Ma'rifatxon, doim siz bilanman.